Xitoy mashinasi bunaqa ko'p yurganini ko'rganmisiz? 515.952 kilometr yurgan ekan akalar. Yani 4 yildan beri haydirganlar. Xo'p. 报过出事故 出事故。出事故 Avariya bo'lgan ekanlar. Avariya bo'lganda o'sha ezilgan detallarni almashtirgan ekan. 充电费便宜电费便宜。你一个月挣多少钱？一个月挣多少钱这的话最少都1万呢1万人民币。Elektromobil haydayman, benzinga ko'p pul ketmaydi. Okey, 你每天充电一次还是2次5一次电 quvvatlagichda bir kunda bir marta zaryad kerak ekanlar va bir kun seriyadan yurib tirikchilik qilar ekanlar. Bir oyda 10 ming yuan sof foydalari bor ekan. Rasxodidan tashqari. 最少都200公里 Yambangli 4 yillik mashinada, yo'mkisi tushgan mashinada 200 kilometr toza yurib berar ekan mashinalar kamida. 600、700都有看情况拉的可好多一点 Bir kunda 600, 700, 800 yuan topar ekanlar. 700 yuan bu ularni kursida $100 demak. Ya'ni $90 bilan $110 atrofida pul topar ekanlar. 一次充电多少钱？30块，最多30块最多最多30块。最多30我操，这么便宜吗？bir marta zaryadga qilish $4 ekan. Bu eng qimmat paytda, eng qimmat rayonda deyaptilar. Do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Hali zo'r kontentlar hali oldinda.